Siz qayerdan bilasiz? Alloh sizga boshqa inson tarafidan, boshqa tarafdan sizga yana ham chiroyli baxt tayyorlab qo'ygandir. Qayerdan bilasiz? Menimcha bunaqa ishlarni hammasini yaxshilikka yo'yish kerak. Chunki siz bilmaysiz, Alloh biladi hammasini. Siz uchun nima muhim, siz uchun nima to'g'ri, nima siz uchun xayrli. Biz bilmaymiz buni. Buni Alloh biladi faqat. Shundoq Allohga topshirish kerak. Undan xayrlisini so'rash kerak, go'zalini so'rash kerak, mukammalini so'rash kerak. Shunga yarasha siz ham harakat qilishingiz kerak va Alloh beradi. Hamma narsani yaxshilikka yo'ying. Menda shunaqa odat bor. Nimadir o'xshamadimi yoki nimadir bo'lmadimi? Alloh menga bundan ham yaxshisini tayyorlayapti. Men bundan yaxshisiga loyiq ekanman. Alloh meni shu narsadan asradi deyman.